Kamerani basmay ketdik vatandaş. Bugün leksiyalarımızı başlayımız hürmetlik vatandaşım. Leksiyarısı da hazır oldu. Washington'dan sözleyimiz. Tünügün Qazaqstan'ın vaziyeti doğrusu toxtaldık. Bugün yana Qazaqstan'ın doğrusu da sözleyimiz vatandaş. Bugün Tislaq 2022 yıl 1. ayının 10. günü vatandaşım. Tünügünkü vəziyyətində bu 2 gün içində hazır Qazaqstan vəziyyətinə əlaqədar Xitayda başqaça özgürüş yox. Məsələn, fəqət bir özgürüş tünügün nə dedik? Hazır Reis Xi Jinping Qazaqstanı ziyarət qılmaqçı bolavatdı dedik. Biroq bugün Tashqi İşlər Ministri Wang Yi hazır Qazaqstanın prezidenti Toqayevni Beijing qishliq olimpik murosimiga taklif qilib Beijingni ziyaret qilishga da'vat qildi. Demak, bundan qaraganda Reis Xi Jinpingning Qozog'istonni ziyorat qilishi amaldan qoldirildimi yoki vaqtliqmi? Bu narsalar to'g'risida bir og'iz gap yo'q. Endi Qozog'istonni ziyorat qilish Reis Xi Jinpingning ishi emas. Hozir Qozog'iston prezidenti To'qayevning Beijingga olimpik murosimiga kelishi bu bir ish. Endi hesabda bugün Tuği Torbiti'nin uzun bagan taqdirda vatandaş Qozog'istonning sobiq prezidenti Nazarboyevni hokimiyat sistemasidan yoki siyosiy sahnadan qo'g'lab chiqardi. Nazarboyev, sobiq prezident Nazarboyev Jungo'ning sobiq do'sti edi. Amaliyotdan do'sti edi. Jungo bilan zid munosabat bog'lagan 30 yil mobaynida endi hozir prezident To'qayev sobiq prezident Nazarboyevning hokimiyat yoki siyosat sohasidan hammadan qo'g'lab chiqaryapti degan gap hozir Xitoy hukumati bu pechkini shundoq tashlayaptimi? Xitoy hukumati bunga ma'qul dedimi? Yoki Qozog'iston vaziyatini pasaytirish uchun shu yo'lni tanlab oldimi? Bu shunchalik vaqtli taktikami? Bu narsani oldimizda ko'ramiz vatandoshim. Biroq gap shu yerdiki, hozir Qozog'istonda sobiq prezident Nazarboyev va Nazarboyev qo'shinining siyosiy hokimiyatdan yiroqlashtirilishi kelgusi Qozog'iston bilan Jungo munosabatiga qanday ta'sir elib kelishi mumkin degan gap. Mana shunday gap bugun shunga bunday bir xabarni avval sizlarga yetkazaylik. Qozog'istonning vaziyati Jungoga qanday zarba elib keladi? Mavzuli xabar 1. ayning 9. kuni Tuği Torbiti e'lon qilindi. Xitoyning Torbitiga. Xabar mundaq deyildi. Qozog'iston bir yo'l bir belbog' siyosatining muhim o'tkili. Qozog'istonning vaziyati Jungo bilan munosabati qo'yoq bo'lib kelgan munosabatdir, vaziyatdir. Sobiq prezident Nazarboyev va uning oilasini siyosat sohasidan uzil-kesil ayirib etdi. Davlatning ichki qismidagi ziddiyatlar va o'zsiz o'rlayotgan millatchilik kayfiyatini pasaytirish uchun diplomatiya sistemasidan chiqib kelgan navbatdagi prezident To'qayev Nazarboyevning iskanjasidan qutulgandan keyin tashqi siyosatda tangshash mumkin. Tashqi siyosatda tangshash mumkin. Buning ichida Jungoning bir yo'l bir belbog' siyosatiga munosabatlik turlarga har xil xatar yetib kelishi mumkin. Buni Tuği Torbiti e'tirof qilyapti. Xabarda mushu bir abzas xabarning kirishsiz o'rnida berildi vatandosh. Endi o'zi kelayli xabarning O'rta Osiyo davlati Qozog'istonda tabiiy gaz bahosi o'rlab ketgan. Ko'tarilgan namoyish butun mamlakatga kengayib, vaziyat kontroldan chiqib ketdi. Bu xabar 1. ayning 9. kunidagi xabardimi? Vaziyat kontroldan chiqib ketdi. Navbatda Qozog'iston jamiyati jiddiy holatda turibdi. Hushyor aloqa yo'llari internet butunlay qamal qilindi. Voqeani bostirish uchun Qozog'istonning prezidenti To'qayevning iltimosi bo'yicha
bexatarlik müdafiə şərtnaməsiga a'zo davlatlardan Rossiya qatarlıq davlatlar askeri qismlarni avatib, Qozog'istonni bostirishga kirishdi. Jungo uchun aytganda, Qozog'iston siyosiy vaziyatining muqimsizligi, Qozog'iston jamiyatining tavrashga kirib qolganligi, Jungoning shu yerdagi bir yo'l bir bel bag'i mablag' selish turlarining bexatarligiga ta'sir ko'rsatdi. Hamda O'rta Osiyo rayonida tabiiy boyliqlar bilan ta'minlash liniyalarining bexatarligiga ta'sir yetkazdi. Mana shu masalaga diqqat qiling. Undan qolsa Jungo Qozog'iston davlati ichida millatchilik kayfiyatining ko'tarilishi Jungoga qarshi kuchlarning bosh ko'tarishiga olib keladi. Undan qolsa Qozog'iston davlati ichida millatchilik kayfiyatining ko'tarilishi Jungoga qarshi kuchlarning bosh ko'tarishiga olib keladi. Hatto Jungoning Şinjan rayoni, ya'ni mustamlik Uyg'uriston rayoniga foydasiz ta'sir paydo qiladi. Xabarda yana mundaq deyildi. Vaziyat tavrinib turgan chog'da Prezident To'qayev Nazarboyevning Davlat bexatarlik komitetiga raislik vazifasidan olib tashladi. Nazarboyev prezidentlik vazifasidan qoldirilgandan keyin mushu vazifada qilib, Qozog'istonning ichki tashqi siyosatiga hozirgacha aralashib kelgan edi. Ham Nazarboyev bilan munosabati quyuq Davlat bexatarlik istixborot komitetining boshlig'ini vazifasidan olib tashladi Prezident To'qayev. Prezident To'qayevning qo'sh mushlab urganligi, Jungo bilan munosabati quyuq bo'lgan Nazarboyev ve Nazarboyevning oila tavobatlarini siyosat sohasidan o'zil kesil qo'g'lab chiqarganligidan berilgan bishorat bo'lib qoldi bu ish deydi. Demak, biz boshda nima dedik? Hozir siyosat sohasidan sobiq prezident Nazarboyev o'zil kesil qo'g'lab chiqarildi. Jungo shunga ma'qul dedimi? Rossiya shunga ma'qul dedimi? Demisi bo'lmaydi, nimishqa. Hozirgi Qozog'iston xalqining, qozoq xalqining kayfiyatini mushu orqali yumshatish, mushu orqali pastgo'yga tushirish va shu orqali namoyishni tingitish va bostirishning yoki tinch yo'l bilan bartaraf qilishning qadamini tashlash uchun siyosatni shundoq yo'l tutgan bo'lsa, bu Jungo uchun nimadan darak berdi? Masalan, boshda aytibdi, Nazarboyev ketdi, endi To'qayevning ichki tashqi siyosatida, Prezident To'qayevning ichki tashqi siyosatida o'zgarish bo'ldi. Bu yerda siyosat darajalik o'zgarish notayin nimishqa. Chunki bu davlatlarda hozirgacha mustaqil diplomatiya siyosiy o'tirg'i chiqqan yo'q. Shunga siyosat jihat zo'r o'zgarishlar bo'lishi notayin, ammo Jungo Amerika o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik. Qo'y, kechiringlar, Jungo Amerika emas, Jungo Qozog'iston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik nima? Bu hamkorlikka nima oqibatlarni olib keldi? Buningda Rossiyaning maydoni nima? Qozog'iston Prezident To'qayevning maydoni nima? Jungoning ta'kidlashi va maydoni nima? Hozir masala mushu 3 davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik qanday bo'ladi degan keldi.